Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında yanıla dersimiz 6. Halife Emin'ninki hayatıda toxtalıvatımız. Bugün hem de Emin'nin şarap içişi, bunun ölümü, onun şumluk his kılışı, kişilerdeki bidarlık soruları hakkında toxtalıvatımız. Muhammed ibn Raşid diye adamın deyişçe bana İbrahim ibn Mehdi diye adam depbergen, haber bergen. O Medinetil Mensur şehrinde Emin bilen birge iken dedi. Şu keyinki mezgillerinde. Şuna bu adam dedi, beni bir gün size çakırıptı, kışık gelsem bu kiçe pek güzel ayın nurumu şunda su içipti. Bir şarap içse kanda deyse diyen boptu içiyle dedi. Bir Zəb isimli bir kızvanı çakadı. Yani Zəb'ye aciz diyen oldu. Bu ismini anlaplam bu kızınki dideknin isminden bir xil şumluq his qildi da bu yo'lluq şeriatda şumlanış yaxshi isimden umidvor bo'lish, yomon nachar isimdan şumlanish yo'lluq. Payg'ambarimiz shunday qilgan. Şuna bu qizbolni yana shuna bo'lsa naqsh o'qishga berdi. Bu ayol qiz bola Nabigatul Jadi degan shoirning tuvandagi she'rini naqsh qilib o'qidi. Bu she'rning mazmuni bundoq: Ko'layib bo'lsa haqiqatan sendimi bakrak gunohsiz. O qonga milangan holatda yana o g'alaba qilgan edi. Sendimi bakrak nusratlik edi degan she'rimdi. Bu Ko'layib degan payg'ambarimizninki payg'ambar bo'lib kelishdan bir asrga yaqin burun Arab diyorida o'tgan dongliq bir palvon. Bu Bessus urushi degan urushga bu Ko'layibninki vafoti, buning ayolining inisi o'ttirayotgan buni. Bu o'lgandan keyin bu 40 yilgacha urush to'xtamagan. Bu Ko'layib o'lib ketgan bo'lsa-mu, hamda qonga melinib, keyindan pichoq urilib, nayza urilib o'ltirilganda, shunda bo'lsa-mu, bu bunun fikrlari masalan zir salimlar g'alaba qilgan Arab yerim arlada 40 yilgacha urush qilganda buni o'qishda ben mushirni o'qib podshoh buningdan bir xil masxirlik his qilyapti bu yerda. Buningdan shumlanib dediki, manada boshqasini o'qigan degandiki tövandek she'rni o'qidi, naqshini. Ularning firaqi ko'zimdan yosh to'kdi, yig'latdi. Uyqu bidar qildi ko'zimni. Bu do'stlardan ayrilish degan odamni yig'ib tashlaydigan ishkan. Ularning davr shak shubhalari ularga davomli hujum qilib, hatto bular yo'qolib ketishdi. Mana davrning bu shak shubhalari dushman ekan, taqdir, talaysizlik demoqchi bo'lsa kerak. Bugun ularga shundoq jafoat yig'layma deydi. İsa deymi? Özüm eslimge qaytqan qadar. Lekin ko'zimda suv yo'q deydi, yosh yo'q deydi. Bunda yosh tukishim uchun yig'layman. Yoki bo'lmasa, buni bunda tushunsak, asl yig'lash tegishli, lekin ko'zimda yosh yo'q deganda, buni rahim qilgandek emas bu odam demoqchi bo'lsin kerak. Shundan xalifa o dedeki debdi, Allohning la'nati bo'lsin sana. Bundan başqa she'rni qo'shoqni bilmamsa degandan men seni mushni yaxshi ko'raman debdim podshoyim deb tuvandagi undan boshqa bir qo'shoqni o'qibdi-da. O qo'shoqning mazmuni bundoq: Osmon zaminning yoki harakatchan harakatsiz narsaning parvardigori bilan qasamki, orzu havaslar ko'p bo'ladi, uning o'rtoqlik ko'p bo'ladi. Keçi gündüz davamlaşıdı. Yıldızlar peleklerde çörgülmeydi. Lekin çörgülgen vaxtıda bu sultandan padişahlıktan taşlap, hatta sultanını yeni bir töven bir oymak bekki aylandırıp koydu degen she'rni o'qidi. Ammo lekin arishning egisi bo'lgan bu mengülik ebedi ebed podshoh bo'lsa, başqalar ortak emas padişahlığı. Hem o fani yo'qolmaydigan
fani emas degan she'rni o'qidi bu yerda. Xalifaning tig'imi ochiq kelib, qo'pa Allohning la'nati olsun sana deb o qo'shoqchi didek o'rnidan qo'pab mingishiga bir qimmatbaholiq bir qadah keldi. Puti tegib ketdi-da, endi cho'ng bir ichini qochadi shu vaqtdagi. O'zbekning süzük, siyliq bir taşdan yasalgan qadahda bu undaqda ichini. Qimmatim xili bor. Bu chiqilib ketdi-da. Shundan bu podsho dediki, İbrahim qarmamsa deb, "Ma'va so'rinda o'tirib pishayotgan sharab ichsam ma'va. Qarmamsa, mening ishim endi tugabdi, oxirli şey deb qopdi." degandan Allah ömrünüzü uzun qilsin, podshoyim, podshohligingizni aziz qilsin. Men Dejli tarafdan bir ovoz anglayapman deb tövendagi oyatni o'qidi-da. Shu vaqtda sizlar so'rayotgan bu masalaning ish bitdi degan bir gap anglandim barliqda. Shu oyat endi bu. Bu adam, bu podsho hamda anglaganlik narsa buni shu yo'qitish qilib bordigan, g'amnak qilib bordigan narsalarni anglayotdi. Muhammad, ya'ni podsho xalifa g'amkin holatda sakrab qopdi shu orliqda. Hem sorun tügde. Şu bir kişininki öldürülgen. O dastlabda bir tutulup bir orunga solangan. Ondan bir ecemler kirip, ecemler belki şu ya Parislar ya Türkler. Keçid kirip bunu kılıçlap öttürüp etken. Geldiğinden boğuzlap diken bunu. Bunun beşini Tahir'e verip verdi. Tahir hem de şu inisi Ma'mun'un komandanı da. Tahir bunu bir çoğun bir bağının temiga, qo'liqqa tiklab qo'yib, mana bu podshohlikdan g'ulg'an Muhammadning kallasi dedi. Tinini hamda bir tonu bilan so'rab judamda sazoy qilib. Ondan Tahir boshni, tonni, osini namoz o'qiydigan shu bir jay namozni, shu podshohlikqa xaliflik simvol qilgan narsalar buning hammasi. Mush narsalar kimning qo'lida bo'lsa, xalifa shu hamda. Bu ishchi esdalik. Sap degan hamda qavmning qog'ozda, qavmniki o'pirmoqlarda yashagan deyilibdi. Bu yerda balkim esdalik bir narsa bo'lsa kerak hamda. Ma'mur avatgan dedi. Yoki bo'lmasa ishchiga aytdi qimmat bog'liqda ishlangan saramjonliq jaynamoz degan bu bo'ladi hamda. Endi ma'munga endi oksi Aminning o'lim xabari kelgandan keyin buni ayt ig'ir keldi endi. Lekin endi oksini shu hayot tutib avatishni yaxshi ko'radi, bu yoqdi bo'lgan. Endi shu orliqda besh kishi o'zinki fikrini o'ttirib qo'shib bir mesele orliqda bir bunda chiroyli shaklda pishsa degan o'y bor-da endi. Bir dadına baldira nimil degan bilan. Shuning uchun bu Tahirni bu adam bek uch ko'rdi. Endi o'zi avatgan qo'mondan bo'lsinmi? Oxirda bu Tahirni amalmi bermay, shu ko'zdanmi yiroq, ko'ngildanmi yiroq qilib, bu shu yiroqlashtirib, qo'g'linib, naytliqi itibarsiz holatda tashlab etdi. Bu o'lib ketish ayta yashdamdi. Amaliyotda xalifalikni ma'munga appaga adam Tahir. Hamda qanday qilib bo'lishidan qat'iy nazar, hamda huquqlar orasida ma'lum darajada ixtiloflar, azorlar, aziyatlar bo'lsa-mu, lekin hamda huquqniki beg'ishinati, bekching buningki o'rnini hech kim dunyoda to'shqizolmaydi. Bugun biz huquqlarimizniki shuna visolni shuna izlab, shuna orzu qilyapmiz, lekin armonga yetolmayapmiz. Haqiqiy qadrga aldirmish altimizda, mush davrimizda bugungi kunda bir Uyg'ur bo'lishimizda yetyapmiz. Haqiqatan tas. Ammo lekin Tahirning baldiri keyin Tahirlar davlatini qurib chiqqan. Bu Tahirlar davlati ta bizning diyorimizga qadar bular o'zinki qadimiyat yetgan bularning. Hamda Tahir bilan Amin ikkisi hamda ro'baro urush tushgan vaqtida xalifa
Bundaq bir xat yazgan ekan. Tahirga xat chiqartgan ekan-da shu vaqtida. Bu Aminning mushu yazgan xati keyin buning to'g'riligini ifodalagan. Shu xatda Amin xalifa shunaq degan ekan: Tahir, biz mush xilofatga chiqqandan beri bizning haqqimizni ado qilgan odamning jazosi mukofotni biz qilich berdik. Sen o'zingga qarab boq yoki oramizda sen bu ishga aralashma, tashla deb shunaq degan. Bu orqali nimani bildirdi degan vaqtida Abu Muslimul Xurosani Abbosiylar davlatini qurpagan, Umayyalarni yiqitgan. Buningdimi andish qilib Abu Ja'far Mansur Abu Muslimul Xurosanini sababsiz o'ltirgan. Degandek Abu Muslimga o'xshash va buning o'xshash davlatning bütün istiqboli uchun jon mollarini otgan, ixlos qilgan samimiy palvonlar tarixda Abbosiylarning xalifalar tarafidan o'ltirilib tashlangan. Bularning nufuzi kuchlik, bularning hamma tarafdan kuchlik, ya'ni davlatimizga bular raqib bo'lib qolmasin deb o'ltirib tashlangan. Degandek ularning hammasining oqibati o'lim bilan oxirlashgan. Tahirning shundoq aytilishicha, Tahir o'zim bek aqlliq. Tahirmo Ma'munniki ma'lum bir oqsig'i bo'lgan, insig'i bo'lgan bir xil hisslaşqı, muhabbetini his qilgandan keyin vazirni ish qilib, men Xurosonga bir vali qilgan bo'lsa, Xurosonni to'plan besib ketdi, men shu yani bir tinchitay deb bumi chiroyliqcha chekinib Xurosonga ketgan. Keyin Ma'mun qarshi chiqqan bumi. Ma'munmi hamda deyilishicha boshqa odamlar orqali ishpiyon sepib qo'yibgan qishga, saroyga, Tahirning saroyiga. Keyin Tahirni aytib zaharlab o'ltirilgan degan qarashlarmi mavjud? Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.